Hi guys, assalomu alaykum. Demak, sizlarga elementary darslarini 4-mavzusidagi mashqlarni qanaqa qilish kerakligini tushuntirib o'taman. Demak, bu mavzumiz house and home. Demak, yashashga, uyga oid bo'lgan so'zlar va qoidalar o'rganiladi. Shunga yaxshilab e'tibor berasizlar. Birinchi rasmni tasvirlaymiz va mana bu savollarga javob beramiz. Okay, keyin bizada there is zero mavzusi ketgan. There is zero mavzusini biz beginner darajamizda o'tganmiz va hozir yana bir marta qisqacha takrorlab ketishga harakat qilamiz. Okay. Advertisement. Okay. There is zero birikmasi bu bizada nimanidir qayerdadir borligini bildiradigan struktura hisoblanadi. Bizda birinchi there is zero keladi. Undan keyin nima bor bo'lsa o'sha narsa, ya'ni ot keladi. Keyin uni joyini qo'llaymiz. Ketma-ketlik shunaqa keladi. Nimanidir qayerdadir borligini bildiradi. Demak, is birlikda, art ko'plikda ishlatiladi. Misol uchun, there is a book on my table. Demak, tarjimani oxiridan qilib kelsanglar bo'ladi o'zbek tiliga o'tkazishda, ya'ni stolimni ustida bitta kitob bor. Agar o'sha kitob ko'plikda bo'lganda there are books on my table deb ataymiz. Negativda demak bizada there isn't, there aren't shaklida yasaladi. Ya'ni there isdan keyin not so'zini qo'llaymiz. Savol shaklida is bilan are oldinga chiqadi. Is there yoki are there, keyin noun, keyin bizada place joyimiz keladi. There isn't a chair in the room. Xonada stul yo'q. There aren't chairs. Chairs in the room. Xonada stullar yo'q deganimizda savol shaklimiz is there other? Is there a teacher in the group? Guruhda ustoz bormi deb so'rasanglar shunaqa so'raysizlar. And yoki there a lot of people in Tashkent. Toshkentda ko'p odamlar bormi? Are there a lot of people in Tashkent? Javob berganda yes there is, no there isn't, yes there are, no there aren't deb javob berishimiz kerak. Birinchi mashqda birinchi bo'lib turib, mana bu mebellarning tarjimasini topib chiqasizlar, yana bir marta takrorlab, ko'pini bilishlaring kerak. Keyin ularni qaysi xonada, living roommi, kitchenmi, bedroommi, o'shandaligini aytishlaring kerak bo'ladi. Yozib chiqsanglar ham bo'laveradi. Flat to rent degani kvartiraga berish. Arendaga berish usulan, ijaraga berish. Kvartirani ijaraga berish deb ataladi. Audioni eshitib bo'sh joylarni to'ldirib tarjima qilasizlar bu qismini. Va bizada ijaraga uyda rasmini ham berib qo'yibdi. Shunga e'tibor beringlar. Mana bu uyimiz. Proper so'zlarni ham tarjima qiladi. Property, landlord, tenants degan. Property mulk degani, landlord uyni egasi, ijaraga beruvchi, tenant degani ijarachi, ijarada turadigan odamlar. Shunaqa uy narxi per week, haftasiga degani. Uyni ko'rinishini ko'ringlar. Bu davom o'sha betda. Mana shu uy ijaraga beriladi, haftasiga $300 to'lashlaring kerak ekan. Mana o'shani suhbatini bizda birinchi mashqda berib qo'ydi.
Mana bu yerda ziri tushuntirib bergan hosiliga yetgan narsamni ko'rib chiqasizlar. Endi 3-mashqda va bu rasmni tasvirlaysizlar. Rasmda nimalar borligini ziradan foydalanib, there is a big window, katta oyna bor. There are ikkitalik nima bor? There are two sofas, ikkita divan bor deb turib, xonani tasvirlab chiqishlaring kerak. To'g'risligi shart emas. Bu asosan sherik bilan, partner bilan qilinadigan qism hisoblanadi. Ya'ni bu savollarga javob bergan. Siz o'zi birinchi marta buni aytganimda rasmni tasvirlab chiqsangiz, bunga javoblar paydo bo'lib qoladi. Okay. 5-mashqimiz bizada prepositions of the place. Joy predloglari o'zbek tilidagi ichida, ustida, yonida, atrofida, qarshisida, orqasida degan so'zlar ularni daftarga yozib yodlash kerak tarjimasi bilan va rasmga qarab turib mana shu to'ldirib chiqasizlar. Eshitib emas, qarab turib to'ldiringlar, keyin eshitib tekshirib olsa bo'ladi, to'g'ri qildinglarmi yo'q. Keyin bizada 149-152 betlarda rasm bor. Mayli, bu shart emas, bu darsda speaking qilinadigan. Chunki mana bu 2-mashqni qilsanglar bo'ladi. Draw a plan of your home degan, ya'ni o'zlaringni deylik, uylaringni planini tuzib chiqishlaring kerak. Plan degani chizasizlar, qaysi oshxona qayerda, vanna xonasi qayerda, mehmonxona qayerda, hammasini planini chizib, uyni shaklini yozsanglar bo'ladi va uni joylashishini yozib chiqsanglar bo'ladi. Birinchi chizib olinglar-da, keyin pastidan bu meni uyim. Misol uchun keyin aytasizlar, oshxonada shu narsalar bor, vannada shu narsalar bor, mehmonxonada shu narsalar bor deb zera bilan xonani, uylaringni tasvirlaysizlar. Some, any, a lot of bor bizada. Buni ham qisqacha tushuntirib ketaman. Demak, some bilan any'ni tarjimasi bizada biroz bir nechta ma'nolarda keladi. Lekin any'ni tarjimasi o'zgarishi ham mumkin. Any agar negativ gaplarda kelib qolsa, hech qancha ma'nosida ham kelishi mumkin. Hech qancha. Savolda birorta ma'nosida ham kelishi mumkin. Lekin some biroz bir nechta degan. Any biroz bir nechta ham bo'lishi mumkin. Lekin hech qancha, birorta ham degan tarjimada kelishi mumkin. Nimaga kelishiga qarab turib, qanday kelishiga qarab turib. Endi I have some books. Menda ba'zi kitoblar bor. I don't have any books. Menda umuman kitoblar yo'q. Birorta ham kitoblar yo'q. Do you have any books? Senda birorta kitob bormi? Endi bilinib turibdiki, demak, some bizada plus gaplarda, affirmative plus gaplarda ishlatiladi. Any'imiz bizada negative va question. Savol shakllarimizda any'ni ishlatamiz. Bir-biridan shunisi bilan farq qiladi. Some'da bo'lsa plus gapda ishlatamiz. Keyin a lot of so'zimiz bor. A lot of bu ko'p degani. A lot of means bu ko'p. Savolda ham xohlaganda ishlataveringlar. I have a lot of books. So, I have a lot of books. Mening ko'p kitoblarim bor. Alright, mana bu berilgan birikmalarni moslashtirib gap tuzib chiq degan mana. Ikkita птичка turgan bo'lsa, she has some plates. Unda bir nechta tarelka bor. Ya'ni bir nechta degani kamroq, lekin bir nechta. Cupga qarasak, mana chashkalar 4 ta, demak ko'p. She has a lot of cups. Unda ko'p kaplar bor. Curtains. Parda degani, pardada X demak umuman yo'q. She doesn't have any curtains. Unda umuman pardasi yo'q deb turib, qolganlarni xuddi shunaqa gap tuzib chiqasizlar. Bu grammar sifati some'ni qachon kelishini, any'ni qachon kelishini tushuntirishga harakat qilgan. This, that, these, those. Buni ham bir takrorlayveramiz. Beginada o'tganmiz. Demak, this birlikda yaqin narsaga nisbatan ishlatamiz. That
birlikda uzoq narsaga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni this book is mine desam, this ishlatishim sababi kitob mani yaqinimda turgan bo'lishi kerak bo'ladi. That book is mine. If I say desam, demak that ana u uzoqdagi kitobni ko'rsatishim kerak. Endi ko'plikda this ishlatiladi yaqin narsaga nisbatan. Ko'plik lekin yaqin narsaga ishlatiladi. Those degan so'zimiz bor. Ko'plik uzoq narsaga nisbatan ishlatiladi. Yaqinimda ikkita uchta kitob turgan bo'lsa, these books are mine deyman. Uzoqda turgan bo'lsa manda those books are yours. Seniki deb qo'yaylik. Qanday bizning kitobimiz sorry. Xo'p. This that berilgan bizada buni eshitib qo'yib chiqinglar birinchi. Audio bilan mashqlarni bajarib chiqasizlar. Nechagacha? 8 gacha bo'lgan mashqlarni. Keyin men tushuntirganman. Singular birlik degani. This thatni birlikda ishlatasan, this so'zni plural ko'plikda ishlatasan degan. This bilan this yaqin narsaga, that bilan those uzoq narsaga ishlatiladi deb masalaga aytgan narsani tushuntirib bergan. Keyingi mashqimizda some, any, alar foydalanasizlar. Qachon ishlatamiz desanglar, hozir shuni ham bir farqini ko'raylik. Bu ham chalg'itadigan narsa. Demak, some, any, a yoki l. An eslaringda qolsin, har doim sanaladigan birlik ot bilan keladi. Birinchi o'rinda u sanalishi kerak. Keyin birlikda bo'lish shart. Some, any qachon keladi desak, some, any bir variantda yoki sanalmaydigan ot yoki ko'plik ot bilan keladi. Ikkalasidan bittasi bilan keladi. Endi shu yerda sanaladigan, sanalmaydigan otga ozroq ma'lumot berib ketaman. Demak, sanaladigan otlar bo'lmaydi. Biz sanalmaydigan otlarni bilishimiz kerak. Sanalmaydigan otlar ular qaysilar? Ular suyuqliklar bizada. Suyuqliklar sanalmaydi ingliz tilida. Xom ashyo. Materiallar deymiz. Materiallar sanalmaydi. Misol uchun daraxt, taxta, tosh, temir, shisha degan holatda. Suyuqliklarga suv, yog', keyin bizada ba'zi ovqatlar, misol uchun shakar bor bizada agar bilsanglar, guruch, sanab bo'lmaydi ularni qo'limiz bilan, juda ham mayda bo'ladi. Ularni biz ko'plikda bera olmaymiz. Ular sanalmaydi ingliz tilida, sanalmaydigan ot hisoblanadi. Va yodlab olishlaring kerak. Money pul sanalmaydi. Homework uy ishi sanalmaydi. Advice maslahat so'zi sanalmaydi. Housework uy ishlari ham sanalmaydi. So'zlar ingliz tilida sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Ular bilan demak biz ishlata olmaymiz. Ular bilan biz some, any ishlatishimiz mumkin. Ular bilan an yoki ko'plik kelmaydi. Ular hech qachon ko'plikda kela olmaydi, chunki sanalmaydi va ulardan hech qachon an'ni ishlatmaymiz. Misol uchun book so'zim bo'lsa, kitob sanaladi. Birlik undan oldin qo'llasam bo'laveradi. E-book bo'ladi. Lekin books turgan bo'lsa, qo'ya olmayman. Ko'plik shunda some books desam bo'ladi. Bir nechta kitoblar. Agar minus bo'lganda, agar oldidan not uchun aren't turgan bo'lsa, demak any books deyman, minus bo'lganligi uchun. Endi water suv so'zi turibdi. Waterdan oldin hech qachon any ishlata olmayman. Waterdan oldin nima qo'llashim mumkin ekan? Demak, biroz suv. Some qo'yaman plus gap bo'lsa, savol yoki minus bo'lsa any water deyman. I hope tushungandek bo'ldinglar. Xuddi mana birinchi mashqimizda qo'yib chiqasizlar an, some,
yoki any'ni qo'llashlaring kerak. Ikkinchi mashq o'zlaringni sinflaringni tasvirlaydigan sinflaringni tasvirlaysizlar. Maktab yoki universitetdagi xona bo'lsa ham bo'laveradi. Ya'ni nima borligini tasvirlashlaring kerak. Uchinchi mashqimiz eshitasizlar. Zoyini sumkasida nimalar borligiga птичка qo'yib chiqasizlar. 4-5 shart emas. 6-mashqda bizada ikkita gap berilgan, bittasi to'g'ri, bittasi noto'g'ri. O'shani tanlaysizlar. Misol uchun deylik, qaysi birini qilib beraman sizga? Keling, 4-mashqni qilib beraman. 4-mashqda bizada ikkinchisi to'g'ri bo'ladi. I don't have any money bo'ladi. Nimaga deganda, bu yerda minus gap. Minus gap bilan any keladi. Sam emas, shuning uchun sam noto'g'ri grammatik. Okey, keyingi betimiz eng muhim betlardan biri hisoblanadi. The House of Parliament. Angliyani parlament palatalari haqida ma'lumot bergan. Tekstni o'qiysizlar, tarjima qilasizlar. Kamida yarim soat 40 minut ketishi kerak, darajalaring zo'r bo'lsa. 1 soat ketsa ham yomon emas. Har bitta so'zni tarjima qilib tushunishga harakat qilish kerak. Qanchalik tushundinglar o'sha narsaga o'zlaring oxirida baho berishlar. Men to'liq tushundimmi yoki umuman tushunmadimmi? Ba'zi qismini tushundimmi? Agar 2-3 marta o'qib ham tushunmasanglar, keyin daftarga bittalab gapma-gap tarjima qilib chiqsanglar ham bo'laveradi, yaxshiroq natija olish uchun. Keyin o'qib bo'lgandan keyin mana bu savollarga javob beringlar. Bizda savol berilgan, to'g'ri yoki noto'g'riga ajratib chiqishlaring kerak. Bizda gap berilgan, o'sha gap to'g'rimi, noto'g'rimi? Buni qayerdan bilamiz? Sizlar tekst ichidan topib turib aytishlaring kerak bo'ladi. Misol uchun, there is a tower called Big Ben. Big Ben degan minora bor degan. Tekst o'qib turib topasizlar, haqiqatan ham Big Ben degan minora bormi, yo'qmi? Hozir qayerda bordi Big Ben bizada? This is under Big Ben. Demak, bor ekan, Big Ben degan joy bor. O'shani tagida speaker yashaydi deb qo'yibdi bizada. Okey. 4-si savollarga javob berasizlar tekstga asoslanib. 5 mana shu raqamlarga oid nima bo'lsa o'shani yozib chiqasizlar. 2 nima? Demak, ikkita dining, ikkita ovqatlanish xonasi bor. 650 kelgan, 120 nima kelgan, o'shalarni topishlaring kerak. 6-mashq shart emas, bu speaking. 7-mashq bor bizada lekin hozir. 7-mashqda fe'llar bilan joylarni moslashtiramiz. Uchun drink ichish, qayerda ichamiz? In a pub deb qo'yibdi. Pub degani bar. Barda odam nima qiladi? Ichadi. You drink in a pub. San qovoqxonada o'zbek tilida, ya'ni barda ichasan. Xuddi shunaqa qolgan fe'llarni ham moslashtiramiz. Keyin project qismi bor. Project qismida sizlar O'zbekistondagi biror bir mashhur binoni tasvirlashlaring kerak. Xuddi mana bu tekstda tasvirlagandek. Hukumat binosimi, qanaqadir cherkovmi, masjidmi yoki Oliy Majlis binosimi, o'shalarni tasvirlashlaring kerak. Muzey bo'lsa ham bo'ladi. Tasvirlab berish kerak. Video bor. Videoni ko'rib qo'yasizlar. Videoni topolmasanglar guruhdan so'ranglar, men aytaman. Keyingi qismimiz vocabulary, so'zlarni rivojlantirish qismi hisoblanadi. Bizada good bilan bad so'zini ishlatmasdan ularga sinonim so'zlarni berib chiqqan. Good o'rniga excellent, ajoyib desak bo'ladi. Bad o'rniga terrible, juda ham yomon, dahshatli desak bo'ladi. Xuddi demak, bularni tarjima qilib ikkiga ajratib olasizlar. Ikkinchi mashqimiz shart emas, eshitib ko'rsanglar bo'laveradi, lekin juda ham muhim narsa emas. 3-mashqda 5 ta conversation, suhbatda eshitasizlarda, suhbatlarda ishlatilgan adjective, sifatlar bor. Qaysi sifat ishlatganligini match, moslashtirib chiqasizlar. 4 shart emas bizada. 5 sifatlarni ishlatilishi bu ham bizda ko'rsatgan misol uchun. Bizada big degan so'z bor, to'g'rimi? Big so'zidan oldin not very big, juda katta emas. Big, katta. Very big, juda katta. Really big, haqiqatda katta deb turib, o'sha fe'lni ham, sifatni ham darajasini aytishimiz mumkin. Qanchalik darajada kuchliligini. Shuni tushuntirishga harakat qilgan. 4-mashqda sizlar suhbatlarni eshitasizlar. Demak, birinchi bo'lib turib
Who, what are the people talking about? Odamlar kim yoki nima haqida gapirganini topasizlar va ularni qanaqa tasvirlaganini topishlaring kerak. Misol uchun, birinchi suhbatda ular new jeans, yangi jinsi haqida gaplashadi. Really nice, juda ham ajoyib deb tasvirlaydi va ikkinchi tasvirlaganini topasizlar. Xuddi shunaqa odam yoki narsani va ularni qanaqa tasvirlanganligini topishlaring kerak. 7-chi mashq, partnyoring bilan ishla debdi. Bu shart emas. Darsda qiladi. Demak, keyin raqamlarni takrorlaysizlar. Birinchi mashqda 19 nima degani, 21 nima degani bir ko'rib chiqasizlar. Raqamlarni faqat aytilishi emas, yozilishi bilan ham ishlanglar. Bu bilan ham insonlar masala tushib qolishi mumkin. Keyin ham raqamlarni aytasizlar. Keyin eshitib chiqsanglar bo'ladi, to'g'ri aytdinglarmi yo'qmi? 3-chi mashqda bizda mana bu raqamlarni aytishni o'rgatgan. Buni eshitib yozib chiqinglar. Qanaqa aytdi? Misol uchun 1.5, 1.5 yoki 2-4 1, 6-8, 17-5 degan raqamlarni qanaqa aytish kerakligini o'rgatgan. 4-inchisi listening, eshitib aytilgan raqamlarni yozib olasizlar bo'sh joylarga. 5-inchisi price, narxlarni aytasizlar. Bunda pounds, yevro, bu ham pounds ekan. Mana yevro, dollars degan narsalarga ham e'tibor berasizlar. Narxlarni qanaqa aytish kerakligini aytgan. 6-chi mashqda ham xuddi mana shunga o'xshash, eshitib turib narxlarni yozib olasiz. 7 shart emas, 8 ham shart emas. Keyingi qismimiz bizda describing your home qismi, uyni tasvirlash qismi berilgan. Bunda bizda biz ko'rganmiz shu vaqtgacha asosan bu so'zlarni deyarli hammasini. Bular bog'lovchi so'zlar hisoblanadi. Linking words, and, va so'zi, but, ammo, because, chunki so'zlarni bilasizlar. Kim uchundir so degan so'z yangi bo'lishi mumkin. So degani shuning uchun degani. So shuning uchun. Bu gapni o'rtasida keladi. Ya'ni birinchi bizada gap keladi, keyin so keladi, keyin ikkinchi gap keladi. So, misol uchun I was tired. Men charchagandim. So, shuning uchun I went to bed early. Shuning uchun uxlashga erta yotdim. So, shuning uchun ma'nosida keladi. Demak, gap tuzdigan mashq hammasida anddan, sodan, butdan, becausedan foydalanib bitta-bittadan gap tuzib chiqishlari kerak bo'ladi. Sodan oldin virgul qo'yishimiz kerak. Shunga e'tibor beringlar. Keyin 3-chi mashqda so, and, but, because so'zlarini qo'yib chiqasizlar ma'nosiga qarab tarjima qilib. 6-chi mashqimiz bu uyni tasvirlash. Boya ham tasvirlagandinglar. Endi bu ko'pincha umumiy tasvirlash, ya'ni uyda faqat ichkarisini emas, uyda tashqi ko'rinishini, eski uymi, yangi uymi, nechta xonasi bor, bog'i bormi, yo'qmi, kimlar bilan yashaysizlar, uy yoqadimi, yoqmaydimi, xuddi shunaqa qilib turib tasvirlash hisoblanadi. Mana bu tekstni o'qib chiqinglar. Mashqlarni bajaringlar, tanlaylar kelasidan bittasini. Buni audiosi ham bor, eshitib tarjima qilib bo'lgandan keyin sizlar ham xuddi shundan foydalanib o'zlaringni uylaringni tasvirlasanglar bo'ladi. Va shu bilan bizani Unit 4imiz, 4-chi mashqimiz tugadi. Good luck guys.